Hadi kelishini qara. Yangi ko'ylak kiyib. Eshitmadingmi? Mahallamizda yangi magazin ochildi. Anas Collection degan. Ashundan kiyib olgan. Nasiyaga ham bor ekan. Qalon pul qaytarar, qo'y senchi. O'zini narxiga berar ekan. Yur biz ham ko'rib chiqamiz. Shunda foizsiz to'laydimi? Ha? Ko'ramiz. Ketdik. Endi biz Nasiya savdoni yo'lga qo'ydik. Bu degani xarid qilgan narsangizni 3 oy mobaynida bo'lib to'lash imkoniyati. Marg'ilon xonimlari Anas Collection'da. Jon qizlarim kelasan, saqlab kiyishyapti. Hech kim kizeli men ekan. O'zimga. Bu ham chiroyli narsa ekan. Oho, 110 ming ekan, mayli, qizimga. Ay, chiroyli kerak ekan. Kelinimga ham shu ham bo'laveradi. Uchala qizimga ham kiyim oldim. Bir yayrashsin. Men kelinlarimga ham oldim. Ona hisob bersa nima beraman? Qizim, shularni o'rab berasizmi? Faqat boy pulim yo'q. Keyingi oydan to'layman. Qo'shni bizu. Opajon, o'zi shundoq ham boshlang'ich to'lov yo'q. Keyingi oydan 3 oyga bo'lib to'laysiz. O'tmincha yaxshi-ya. Ona